Ko'ryapsizlar, mana uyni oldidan arig'imiz o'tgan, latoylar tashlab, hozir o'zi sug'aryapmiz uyni oldini. Общий 8 sotik. Uyda ikki tomonda ham огород, mahalla juda ham katta, qo'shnilar ham zo'r ekan. Gazga to'liq qilib qo'yganlar, svet suvni ham hamma yoq to'liq bo'lgan. Shuni olib kirib olsangiz bo'ldi. Mana svet surib qo'yishgan suv bilan. Hozir mana sug'argani bitta ochurlar, suv ketyapti. Mana shu uyga kirib ketadi hozir. Mana bu yerdan. Endi sug'aryapsin bahor kelib. Maza qilar ekanda daraxtlar ham. Uyda bitta kirib ko'ramiz. Kirishimizda ikkita xona bor mana bu yerda. Buni временki yashab tursangiz, erta uy solganingizdan keyin buzib yuborasiz. Uyda 4 burchak mevali daraxtlari bor, ikkita eski uyimiz bor. Narxini 50 ming deyapmiz, past raqamlar egalari. Telefon qilaverasizlar mana. Uyimizning holati. Yashab tursa bo'ladi lekin. Xo'p, bag'a endi. Bag'a bo'lgandan keyin navbatda deydi-ku mana. Bo'ldi, mana o'tin mayda-chuydan olib ketadigan bo'ldilar. Agar bitta uyni ichini ko'ramiz. Marg'ilonda 911 dan so'raganlarga tashab qo'yamiz. Xo'p, buni eng qizig'i 50 ming deyaptilar. Keyin kottejlarni oldidan kirlar ekan 911 da. Telefon qilsalar ham xudo xolasa baraka qilib olamiz. Past raqamdan sizlarga sog' bo'linglar.